Bugün o'qiydigan hikoyamiz 3-kitob Maymun bilan Timsoq. Daryo bo'yidagi bir to'p cho'ng daraxtning ustida bir maymun daryoda bir qancha timsoq yashaydi ekan. Bir kuni cho'ng timsoq bolasiga "Mening oshu maymunni bak yegim kelib ketib bordi. Sen berib u maymunni bir tutib kela bo'ling. Men masa qilib shuni yeb olay. Bo'libmi yuragini bak yegim keldi" debdi. Bolasi: "Opa, men u maymunni qanday tutaman? Yo daraxtga yomishammisam?" debdi. Anisi bo'lsa: "Sen degan bak aqlliq, sen cho'qim amal topa olaysan" debdi. Shuning bilan bu kichik timsoqchaq u yoq o'ylabdi, bu yoq o'ylabdi. Oxiri bir amal topibdi. Shuning bilan neliq daraxtning tubiga beribdi-da. Daraxtga qarab baqiribdi. U: "Hey maymun, ey maymun! Biz ikkimiz daryoning o'rtasiga orolga berib o'ynab kelaylik. U yerda bakchiq, bak pishib ketgan bananlar bor" deb baqiribdi. Maymun buni anglab, iliq bananlarni ko'z oldiga keltirib, nafslari taqildab, shundoq bag'isi kelib ketibdi. U so'rabdi: "Hey timsoqchaq, men ya suzishni bilmasam, u daryodan qanday o'taman?" debdi. Timsoqchaq bo'lsa: ansirma. Men suzishni uqman emasmi? Sen mening dumbamga chiqsan-yu, ikkimiz suzib daryoni kesib o'tamiz" debdi. Maymun bu timsoqqa ishonib, uning ustiga bir dikkada saklabla chiqib oldi. Timsoq bolasi maymunni ustiga mindirdi-da, daryodan o'sishga boshlabdi. Lekin daryoning qop o'rtasiga kelganda timsoq ushdan tutilib suvga sho'ng'ishga boshlabdi. Bundan qo'rqib ketgan maymun timsoqni chimda tutib oldi. Timsoq bolasi suv ustiga chiqqanda maymun dam olmay hasrab turib: "Hey, sen nima ish qilmoqchi? Nima ish suvning ostiga suv cho'kirsan meni?" deb baqiribdi. Timsoq debdi-da: "Qara, onam seni bak yegisi borkan, bo'libmi sening yuragingni yeyman deb shuni deydi. Shunga men onamning yoniga seni olib bermoqchi" debdi. Bu chog'da aqlliq maymun qo'lini shiltibdi-da, bir amal tepibdi. "Ha, shundoqmi? Nima ish qilib demaysan? Bunchalar avvar bo'lib ketibsan, qara. Afsus, mening yuragimni men daraxt qo'yib qo'yman emasmi? Uqmamsan uni" debdi. Timsoq buni hayron qilib: "Voy, shundoqmi? Sen yuragingni o'sha daraxtga qo'yib qo'ydingmi?" debdi. Shuning bilan maymun debdi-da: Shundoq, qara, biz kichik orolga yetib kelaylik deb qopdiq. Yana avval berib bir bananni yeb olaylik. Ondan keyin berib men yuragimni sana beray" debdi. Timsoq bolasi: "Bo'lmaydi. Biz avval sening yuragingni elib kelaylik. Ondan banan yegilib boraylik" debdi. Maymun: "Bo'pti, bo'lsa, sening deganingcha bo'lsin" debdi. Timsoq bolasi maymunni yutgan bidiriq daraxt qarab menibdi. Ular amdila qirg'oqqa yiqilishga maymun saklab daraxt shaxiga chiqib olibdi-da. Daraxt shaxining ustiga chiqib timsoq qarab debdi: "Ey timsoq, sen nimanda ahmoq? Mening yuragim o'zim bilan billa qandoqmi daraxt ustida bo'lsin" debdi. Shu chog'da bu timsoq bolasi maymunga ahmoq bo'lganini bilibdi. Shuning bilan hikoya tugabdi. Bu maymunchaq bak aqlli ekan-a?